Oilani boshlig'i kim? Erkak, to'g'rimi? Ta'minotni kim qilish kerak? Erkak. Oilani rivojlanishi umuman oilaga mas'ul kim? Erkak. Lekin nima uchundir oila buzilsa kim ayblanadi? Ayol. G'alati emasmi? Men oilani ot aravaga o'xshataman. Ot qayerga yursa, arava ortidan boradi. Agar ot tekis yo'ldan yursa, ravon bo'lsa, arava orqasidan g'ildirab ketaveradi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Agar ot qing'ir qiyshiq yo'llarga yursa, chuqurliklarga, jarliklarga haydasa, aravani g'ildiragi tushib qolishi mumkin, undagi narsalar ag'darilishi mumkin, arava botib qolishi mumkin. Bu yerda arava aybdormi yoki otmi? To'g'ri. Aravada ham muammo bo'lishi mumkin, og'ir bo'lishi mumkin, dami bo'lmasligi mumkin, yurishi qiyin bo'lishi mumkin. Lekin arava qanday bo'lmasin, ot baquvvat bo'lsa, har qanday aravani manzilgacha tortib bora oladi.